Savollar. Nimaga soxtabin odam ko'p bugun? Bir-birin aldagan har qadamda bor. Oqibat deganda ko'pchilik yupun, adolat deganni qarori bekor. Nimaga bir yilga yetmasdan kelin otaning uyida ottiryapti tong? Kuyovlar yangilab charchamas sepin, pul muhimmi nahot ishlamasa ong? Nimaga davlat otalar doim yosh qizin uzatsa biznesmen bo'yga? Dermidi yosh bola, na uyim na joyim, yashash tajribasi yetar bir oyga. Nimaga bo'ydoqlar vaqtim o'tsin deb ersiz tul bevani qilar umidvor? Ertaklar tugasa vaqt soati yetib, yarador qalb qolar bekordan bekor. Nimaga ko'p qizlar iffatdan ayro oson pul topishga choparlar tinmay? Ulardan benigoh farzandlar paydo yoki yo'q qilishar parvoyam qilmay. Nimaga erkaklar uyda qamalgan ayoli haftalab ketar chet elga? Nahot chap ko'ksiga tezak qadalgan o'xshamay ketmoqda erkaklar erga? Nimaga nogahon otalar o'lsa farzandlar or emas chiqim talashar? Eng katta farzandi emishki ko'msa qolgani onaga galdan qarashlar. Nimaga xiyonat har qadamda bor, sadoqat tomchilab turmasa qalbdan? Ko'pchilik yolg'onga bo'lar xaridor, oshib ketyapmizmi shu qadar haddan? Nimaga odamzod to'plasa davlat pul bilan o'lchash urinar ishqni? Yoki jigar berganin qilarkan minnat, bo'lmay ham qolarkan dil bilan ishi. Sokinlik sari rasmiy kanali sokinlik istagan ko'ngillar uchun. Bizdan uzoqlashmang.